Yo, hammaga salom o'rnashlar. Sizlar bilan Fakir. Bugun juda ham yangi video, chunki biz men ya'nirog'i Minecraft yukladim. Haqiqisi emas, haqiqisiga birga bir o'xshagan Minecraft. Faqat pulli emas. Play Marketdan yuklab oldim. Nima dedi? Haqiqiy Minecraftda nima bo'lsa, bunda ham bor mana. Yerdagi mana bunaqalar bilan, mana bunaqa o'tlar bilan birga bir haqiqiy Minecraftga o'xshaydigan Minecraft yuklab oldim. Voy, bu nima edi? Qo'y kerak emas. Endi mana shunday haqiqiy Minecraftga o'xshaydigan Minecraftda endi vishvaniya qilamiz. Xo'sh, где-то mana shu yerlarga uyimni qursam yaxshi bo'ladi. Chunki yaxshi ekan bu yer. Mana shu yerlarga quramiz. Hozir bo'lmasa yog'ochlar ishlaymiz. Video davomida ko'rib olasizlar qanday zo'r kuchayib ketishlarini. Xo'sh, ketdik. Qani boshlaymiz. Uni oldin bitta shaxtaga tushib chiqamiz. Va sizlar videoni shu joyda videoga bitta like va obunani bosib qo'yasizlar. Bunday qilsa bo'larmikan? Bo'lmaskan. To'g'rilarda olamiz. O'ng taraf tepada haqiqiy Minecraftda narsa olsangiz yozuvlar chiqadi. O'shunaqa yozuvlar bunga ham chiqadi. Ana. Keyin sizlarga hozir yana bitta narsani ko'rsataman. O'sha ham bor. Короче, juda ham zo'r Minecraft. Agar mana shu videomiz yaxshigina prosmotr yig'sa, keyingi qism yoki undan keyingi qismlarda mana shu Minecraft nomini sizlarga aytishga qaror qilaman. Agarda mana shu videomiz yaxshigina prosmotr yig'sa. Xo'sh, hozir biz bu yerdan chiqib olamiz. Bizda verstag bor ekan. Qo'yamiz bitta mana bunaqa narsa ham bor. Bitta bolt yasamiz. Endi yana uchta yig'ib endi kirka nima yog'och yasamiz. Kirkani ham yasolamiz keyin. Xo'sh, bu ko'mirlarni zippillab yig'ishtirib olamiz. Bunday qilamiz, tezlik bilan ko'mirlarni yig'ishtirib olamiz. Mana. Короче, Minecraft shu ular ekan, lekin Minecraftda minus taraf bor. Craftonda o'yna olmaysizlar. Faqat survival. Boshda kirganingizda tanlaysizlar rejimini normal yoki nima moblar yo'g'i yoki hard normallarni tanlab, easy'larni tanlab o'ynaysizlar. O'shani bunga anov yo'q ekan. O'zi buni nimaga olyapman, kerak chiqmadi. Xo'sh, endi olamiz. Fanarchamizni ham olamiz. Fanarchamiz qani? Buni olamiz. Endi sal ichkariroq kirsak, nimalar borligini ko'rsak, bu yerda hech narsa yo'q ekan. Izimizga qaytamiz. Xo'sh, endi izimizga qaytamiz. Endi tashqariga chiqamizda. Xo'sh, tashqariga ham chiqdik. Ana endi biz yog'och ishlaymiz. Undan keyin yog'och ishlagandan keyin uchan qurib olamiz. Buni qaranglar, qanchalik Minecraftga birga bir o'xshatgan. Qaranglar. Mana barglar to'kilar ekan. Qaranglar. Mana ko'rlaysizmi? Xo'sh, mana bir stakka yaqin yog'och ishlab oldim hozir. Ana endi bular hammasini
Mana yoshlarga ham aylantirib oldim. Endi uyni qurishni boshlaymiz. Hozir yana bir narsa olib kelaman. Xo'sh, mana oldim. Nima dedi? Tosh olib keldim. Mana shuncha tosh. Uyimizni pastki qismiga bo'ladi. Xo'sh. 3 4 5 6 va mana. Xo'sh, past bitdi. Endi chetlarini qilib chiqamiz. Mana ustunlarni ham qo'yib chiqdim. Endi mana bunaqalar qilib, chekkalarini qilib chiqaman. Hozirda mana shu joygacha keldim. Devorlarni qildim. Nima dedi? Endi tom qismini qilyapman. Undan oldin oynaga joy qilishimiz kerak. Bunday oynalarga joy qilib chiqamiz. Mana bunday. Bexem. Oynalarga joy chiqamiz. Keyin tomni olib chiqamiz. Mana hozir shuncha qurdim. Mana shuncha joyni qurdim. Endi hozir ketishyapti. Uxlab olmasam bo'lmaydi. Uxlash animatsiyasini ham sizlarga ko'rsataman. Faqat bitta share kanalga obuna bosamiz. Podpiskam bosinglar. Xo'sh, ana endi uxlash animatsiyasi mana qaranglar. Oppa. Ana shunday. Endi hozir men borib daraxtim bor ekan. Xo'sh, mana bundaqa. Mana buni qilsak bo'ldi. Tom tayyor jigarlar mana. Hozir men sizlarga pastdan ko'rsatib beraman qanday chiqqanini. Bunday loylar sindirib tushamiz. Chunki ular bilan chiqishda foydalangan edim. Mana old tarafi. Bunday chiroyli kimniki, meniki ekan ishlar. Orqa taraf ham xuddi shunday. Mana uyimiz tayyorcha. Kiramiz. Endi mana bu yerni yopib chiqamiz. Shunaqa qilib yopib chiqamiz. Xo'sh do'stlar, mana tepa qismini ham yopib oldik va mana bu yerga bitta yo'l chaqib, mana bu yerda bunday tomcha qilib olamizda. Keyin bu yerda bunday buzib olamiz. Bu tarafini shu tarafini buzib olamiz. Keyin pechgacha yasaymiz. Pechgachani bu yerga qo'yamiz. Undan keyin hozircha bo'ldi. Xo'sh do'stlar, mana bu yerlarni qildim. Tashqari shotka bu yerlarni chiroyli qilib oldim. Mana bu yerlarni qildim. Endi oyna qo'yib chiqamiz. Mana oyna tayyor bo'lyapti. Hozir oyna qo'yib chiqaman. Xo'sh do'stlar, mana bugungi uyimizda oynalarni ham qo'yib chiqdim. Mana bunday chiroyli qildim. Va mana uyni ichini ko'rsataman. Mana uyni ichi bunga qismimiz tugaydi. Keyingi qismlarni kutib qolinglar. Chiqaraman aniq. Hamma obuna va like bosib qo'ysin hammaga. Sizlar bilan xayrlashib qo'yay. Hammaga xayr obunachilar.